Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Biz Jizzax viloyati Zomin shahridamiz, Zomin tumanida. Ertaga meni qaytdi. Mana ko'rasizlar. Bu loyihamiz 300 kvadrat atrofida. Shu joylarni ko'rka qilib beramiz. Patologlari bitibdi. Sular bitibdi. Agorot sakasi kuyulmabdi. Shu agorot hovlini ajratishdi. Ko'paytyapmiz. Ko'p joyda baland kuyish qo'yyapti-da. Shuni burchakkadan burchakka bilan birga uringni olib turib qilingani ham ma'qul ekan. Bir tomoni. Mana shu joylarga burchakka qilib beramiz. Agorot chekasini ajratib, ramka qilib, mana shunday qilib aylantirib, ramkaga olib qo'yib beramiz. So'kilga undan keyin so'kilga navbat. Zinalari bilan qo'shib, hozir fermer akani traktorlari yig'diribdi. Limuslarni tagiga granitdan so'kil qilib beramiz degan xudo xohlasa. Zinalarga granitdan burchakka aralashtirib beramiz. Bu bitmagan holatda videolarni ham qilishimiz sababi undan oldin qanaqa edi degan savollar ham bo'lyapti kommentariyada. Bitgandan keyin. Shunga boshlanishini ham video qilib qo'yapmiz. Padoji bor ekan-a? Padoji ekan-da. Yaralar past ekanda. Qayoq? Yaralar pastlab ketgan ekanda. Padoji? Padoji. Shuni olasizda baribir hozir. Padojga olamiz endi. Undan pastlatib bo'lmaydi bu. Kattami eni qancha ekan? Eni qancha ekan? Padoji? Ha. Mashina mana. Ha. Men pastdan chiqqanda buni baribir 20 bor shekilli. Chuqurligi. Chuqur bo'ladi. Padojmi? Buni baribir. Olmadan chiqqandan. Iloji ko'taraveramiz ekanda endi bo'lmasa. Ko'p zarsga bo'lar ekan. Bu tomonda buni yo'q ekan. Yo'q ekan. Mayli ozroq bor ekan. Chuqur joylari. Eng asosiy beshligimda. Mayladan juda unchalik emas mayladan. Mayladan strash emas. Mayaqda bor ekan aslida. Dorozaxonada. Yo'q, padojini qilsa. Shuni ko'tarib, uni voqalaydi-da. Shunga kelgan. Zina pulga ekan? Hozir padojga olyapsizmi? Padojga olaman. Tepasini yoqib, ina qilavering. Tepasini yoqib, tepadan metrlab qo'ying, tepasini o'ldir, padojni ayni qara. So'kilni. Bu tomonlardan bilib olamizmi? Ha. O'lolar qanchalik bo'lishi. Nuri, shunga qarab.